Oyi, shu qaynam o'rganibdilar. Har kechasi boshim uqalab qo'y, oyog'im uqalab qo'y. Nima men cho'rimanmi, xizmatkormanmi? Jonimga tegib ketdi. Ana kuni gap qaytardim. Ana qizlaringiz kelsin-da qilib qo'ysin dedim. Bop debsan qizim, men seni erga berganman. Qaynanaga xizmatkorlikka emas. Kerak bo'lsa ana qizlari qilsin. Zo'r gapiribsan. Hey kelin, tez keling, boshim og'rib ketdi. Boshimni uqalab qo'ysangchi. Xo'p bo'ladi oyijon, hozir. Voy kelin, boshimni uqalab bo'lganingizdan keyin qo'lingizni o'ynatib bitta lag'mon qilib yuboring. Kechqurun uxlab qolmang, oyog'imni uqalaysiz. Xo'p bo'ladi oyijon. Kelin, nima qotib turibsiz? Choydan qo'ying. Ha, voy oyijon. Uzr. Undan buyon qadringni bilgin bola. To'g'rimi kelin gapim? To'ppa-to'g'ri oyijon. Shu maslahatlaringizni menga ham bermagan ekansiz-da.